Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun Uzoq shahar serialining yangi mavsumi haqida eng qiziqarli taxminlarni ko'rib chiqamiz. Aliya yana Jihanni oldiga qaytadimi? Nega Jihan uni ko'rishni ham istamaydi? Kaya va Zerinning sevgisi qanday sinovdan o'tadi? Keling, barchasini tahlil qilamiz. Yangi mavsum sentabr oyining o'rtalarida boshlanishi kutilmoqda va voqealar oldingidan ham keskinroq tus oladi. Mavsum finalida Aliya va Jihan ayrilgan bo'lsa-da, ularning yo'llari yana bir bor kesishadi. Taxminlarga ko'ra, Aliya oradan vaqt o'tgach homilador ekanini bilib qoladi. Aynan shu xabar uni yana Mardinga qaytishga undaydi. U farzandining otasi Jihan ekanini bilgan holda haqiqatni undan yashirishni istamaydi. Biroq vaziyat u kutgandek kechmaydi. Meryam va Boran hikoyasining yakunlanishi bilan Aliya va Jihan orasidagi eng katta taqdirlardan biri yo'qoladi. To'siqlardan biri yo'qoladi. Shunga qaramay, Jihan Aliyani to'y kuni uni tark etganini unuta olmaydi. Shu sababli u dastlab Aliyaga nisbatan sovuqqon munosabatda bo'ladi va uni kechirishga tayyor emasdek ko'rinadi. Aliya esa Jihanning munosabatini ko'rib, homiladorligi haqidagi xabarni darhol aytmaslikka qaror qiladi. U avval ularning o'rtasidagi ishonchni tiklashni xohlaydi. Ammo Jihan haqiqatni bilib qolganidan so'ng barcha voqealar butunlay o'zgarishi mumkin. U Aliyani ham tug'ilajak farzandini ham qo'llab-quvvatlashga qaror qiladi. Kaya va Zerinning hikoyasi ham tinch davom etmaydi. Ularning munosabatlari bir muddat yaxshi ketayotgandek tuyuladi, ammo Demir bilan bog'liq voqea aks etgan video yozuv paydo bo'lishi barcha rejalarni o'zgartiradi. Shu voqeadan keyin Zerin tergov ostiga olinishi mumkin va bu Kaya va munosabatlarga jiddiy ta'sir qiladi. Yangi mavsum vaqt o'tishi ko'rsatadigan sahnalar bilan boshlanishi ehtimoli ham bor. Balki bir necha oy o'tgan bo'ladi va Aliya o'g'li Deniz bilan birga Mardinga qaytadi. Shu bilan serial yangi bosqichga o'tadi va tomoshabinlarni yana ko'plab kutilmagan voqealar kutadi. Sizningcha Aliya va Jihanning farzandi qiz bo'ladimi yoki o'g'il? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr.